Ayol o'z oldiga yo faqat boshqalarga tayanib yashayman, yo faqat o'zimni ishda ro'yobga chiqaraman degan tanlovni qo'yishi shart emas. Aslida ko'p ayollar o'z ichidagi kuchli salohiyatni namoyon qilishdan qo'rqadi. Men buni shunchaki kuch emas, balki ichki jo'shqinlik va ulkan energiya deb atagan bo'lardim. Aynan shu salohiyatni ishda to'liq namoyon qilishi kerak. Uni uyga olib kelmasdan, ish faoliyatida undan zavq olish lozim. Shunda bu ichki energiya sog'lom yo'l bilan ifodalanadi. Bu ayolning ichidagi qat'iyatlik, natijaga intiluvchi tomoni bilan nozik va ayollik tomonining uyg'unlashuvidir. Bu ayolni ayolligidan mahrum qilmaydi, aksincha uni yanada to'liqroq namoyon etadi. Olmosning qirralari bo'lishi uning qadrini kamaytirmagani kabi ayolning qat'iyligi va kuchli fe'l-atvori ham uning ayolligiga zarar yetkazmaydi. Aksincha bu uning tabiiy bir qismi bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ichki kuchni yashirish emas, balki undan faxrlanish va uni hayotning to'g'ri sohalarida namoyon qilishi kerak. Masalan, ish jarayonida ayol qat'iy, talabchan va samarali rahbar bo'lishi mumkin. Shu orqali u o'zidagi bu ehtiyojni sog'lom tarzda amalga oshiradi. Natijada uyga qaytgach esa oilasida mehribon turmush o'rtog'i bo'lib qolishi mumkin. Agar men ishda juda qat'iy yoki kuchli rahbar bo'lsam, ayolligimni yo'qotaman degan fikr esa shunchaki afsona. Psixologiyada ham inson turli vaziyatlarda turlicha rollarni muvaffaqiyatli bajara olishi tan olinadi. Biroq har bir ayolning xarakteri, qadriyatlari va hayotiy tanlovi o'ziga xos. Ishdagi qat'iyat va oiladagi noziklikning qanday uyg'unlashishi har bir insonda turlicha bo'lishi mumkin.